Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. Biz o'qituvchilar Erto'sa qishlog'iga qarab yurganmiz. Farg'ona viloyati Rishton tumanidan Erto'sa qishlog'iga qarab. Orada mana Perevalda manzaraga qarab to'ymaysiz, tomosha qilyapmiz. Hech ham to'ymaymiz. Nima ham deyishimiz mumkin? Tabiatdan faqat bahramand bo'lish mumkin xolos do'stlarim. Boshqa hech narsa deyish mumkin emas. Shunchaki tomosha qiling. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità e lasciarti un biglietto dentro il cassetto, la felicità e cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Mana do'stlar, Erto'soy qishlog'iga ham yetib keldik. Erto'soy turizm qishlog'i deyilar ekan. Burilib tog'larni qarang, manzaralarda. Bu endi 25-maydagi holat bu. Endi mana ko'kalamzor bo'lib, rosa zo'r tabiatga burkangan paytdagi holat bu do'stlarim. Kelib biz qarang, do'stlar bilan tepalarga chiqib ketdik, tepaliklarga. Tog'ning uchida emasmiz, adirlik desak bo'ladi. Shu katta baland adirliklarga chiqib ketdik. Manzaraga shunchaki tomosha qilib to'ymaysizda do'stlarim. Kelish kerak. Mana shu mayni oxirlariga kelsangiz, rosa ko'kalamzor bo'lgan paytlar ekan. Maza qilasizlar do'stlarim. O'qituvchilarning asablari tugagan paytlar. Mana biz o'sha yosh sheriklarimiz. Qalay tabiat, nima deyapti bu tabiat? Tabiat to'ymaysiz tomosha qilibdi. Xo'p, bu yerga kelganimizdan so'ng o'sha asosan tub aholi o'sha qirg'iz amakimizni xonadonlariga joylashdik. Bizga taxminan 5 kishi 400 mingga joylashdik shu yerga. Bizga bitta tapchan berishdi soyda bo'yidan va ichkari xonadondan bitta xona ajratib berishdi 5 kishi uchun. Mingdan ming rozimiz biz. Do'stlarim, muzika bilan tomosha qiladigan manzara bo'lyapti. Biroz manzarani tomosha qilamiz. Qorin to'ydirib yo'lga chiqdik. Ertasi kuni mana soat 9lardan o'tgandi taxminan. Shu Erto'soyda shu tepa tomoniga qarab yurdik. Mana bu toqqa qarab o'sha qirg'iz amakimizdan so'radik, qayerga chiqish tavsiya berasiz? Mana shu yo'lni ko'rsatishdi. O'sha zipline bor ekan, hali faoliyatini yurgizishmagan edi. Bu yerlarda pullik nimasi yo'q edi hali, to'lovlari yo'q edi joylari. Borganda ko'rasiz.
Bemalol ustalar ishlab yurgandekda zipline tayyorlanib mavsumga biz pulsiz paytda bekor tekin paytida o'tib oldik tog'dan narigi tomoniga. O'zi ham soat 9da chiqib ketgan bo'lsak, soat 4larda qaytdikda tog' tepasiga chiqib. Tomosha qilsangiz, ko'rib borasiz mana shu joylarini. Marhamat. No talk, just go. Black suits on the road. Full speed overload. Cold eyes control mode. Go trim dark tone. King seat full throne. Every move my own. Build this stone by stone. Fast drive deep bass. Still hard, no trace. Every deal pure grace. When was no chase. Bu yerda ayiqlar ham yashar ekan. Kiyik adashmasam suratlarini ko'rdik. O 5 soatlik yo'l işte. Biz tavakkal qilib chiqishga qaror qildik. Mana soylar. Yuraklarim butunlab ketdi. Ha? O'z quvonyapman, haligi baxtli ochlarga onamni. Haligi ko'zda o'sha rangda aniqlaydigan spektrlari bu ranglarda bizga yetkazganadi. Davomida yig'ilib qolgan asabbuzarliklar, tugunlari shunday ochilib ketyapti. Xudo xohlasa. Asli bu ham kamlik qiladi. Yuraklar dukkillashni boshladi. Saidjon! Nima deyapti bu soylar? Hammani nigohi har xilda. Hamma har xil narsani ko'radi. Qani? Burgut. Ko'ryapsizlarmi? Yaqinlashtirib ko'ringlar. İşte. Mana o'sha zipline'ga ham keldik. Ko'prik, mana uzun ko'prik, taxminan bu bir 200 metrdan oshiq adashmasam. Manzaralarni tomosha qiling. Qor ko'chki tomonlarga keldik. Qor ko'chkisi bo'lgan ekan bu tomonlarda mana shu irmoq bilan ketsangiz uzun muzlikka kelasiz, borasiz. Mana uzun ko'prigimiz. Hali pulli rejim ishlamagan hali bu tomonda. Mavsum boshlanmaganligini hisobiga biz yaxshi paytda borganmiz. Mana qor ko'chkilarini ko'ryapsizlarmi? Ko'chkilari mana sekin eriyapti. Nozimjon ana ustida turibdi. Nozimjon Toshkentda studiya qilgan ular. Doim bizda kollektivda o'ynaymiz. İşlemeyen. Ishlaydi. Bir kanal honursuz. Ha? Ega chiqdi. Bizni pozma. Tevaga chiqaylik. Og'alar. Sharshara kelyapti. Mana bu qor ko'chkilari, mana o'sha qor ko'chkilari. Bir uyim kelgan mana shu yerga. Uyilib. To'planib turibdi bu hali. Soy. Mana o'sha jannat qasr qani turinglarchi, rasmga olib qo'yaychi.
Seyitjon, dasta bedirin. Grupaga tashlaysizmi aka? Grupadagilar ko'rsin. Videoni ko'ring. Maza qilishsa. Keyingi safar yur deganda, "Yo, men Yangi bormayman." gullar ochilyapti, mana g'unchalarni oldida o'tiribmiz. Zo'r. Ha, keyingi safar chaqirganda, "Yo, men Tamom bormayman." bo'ladi. Tamom. Bahona chiqmaydi. Keyingi safar xudo xolasa Uyimda kuchugimni mazasi yo'q. nimaga chiqamiz? Biz hozir tog'da podkast olyapmiz. Arashan ko'liga boramiz, Mana xudo shu xohlasa. kunga boramiz. O'zi 14-iyul kuni kelish kerak aka, arxiv o'rniga. Господи. Aylanish kerak. Qani. Ha, kun o'zi. Qani? Mana ro'para Ha, bo'ldi. Hozir yaqinlashtiraman. Qo'ylarni ko'rsataman. Asli qorlardan. Mana shu to'g'rimizda qo'ylar turibdi. Mana shu qo'ylar. Cho'poni bor. Voy bo'ri va. Voy bo'ri. In u bashim zo'r olmayapti. Bu yana birovda tushib biram sepinda bo'lsa. Ha, bunaqa joyda ko'rganimiz yo'q-ku. Dedimda shu mishkil. Shuni sharshaya deb birovdan chiqib boshlaydi. Mana shunday. O boqsada ara. Aka, hozirchi qaytarishaman deyapsiz. O sal nariroqda ana o'n yerda tekisroq yo'l bor. Ha, yana tushgacha chiqib bizchi qaytib tushaman. Tushib chiqib ko'rishcha aka. Uka, ag'a juda tikkada qarang-da. Mana yerdan deyapman, mana yerdan, mana yerdan. Tushchi. Uka balad be, cherishur balad be. Ha, mana ham shunaqa ko'rinadi. Shunaqa ham tikka ko'rinib turadi. Bu hozir sal qiyroq olib turibdi. O, nima bo'ya? Eplab chiqsa bo'ladi. O, mayda. Ha, hayron temetrasi mefdi. O'qit sekin, so'ng sekin mefdi. Bejida. Barfga. Bejida. Ha, lija. Yagonchi qarang. Yagonchi birovdan mana hatto kerak. Ha, birovdan mana ne ta jondan tu josh boshar tu perde birovdan. Tamom zona. O bafet isoy to mobse bafet. Hamujata kal. Nima deyapti? Har kimga ham emas. Yana kulmanglar birodarlar. O'zi toqqa chiqmaganimizga ham yillab ketuvdi. Shu yoshligimizda chiqdik. Sheriklarimni bilmadim-ku. Xursand bo'lib ketganimda shu baqirib ham yubordim. Boshqacha kayfiyat berar ekanda bu manzara. Bugungi ekskursiyamiz davom etmoqda. Nozimjon boshchiligidagi va Sardorjon kapitan boshchiligidagi gruppa o'z yo'nalishini davom ettiradi. Biz maktabimizning kenjatoyi Saidjonni kutmoqdamiz. Mana bu tog'lar bag'rida biz necha kilometr tepaga chiqib qo'yganimizni ham bilmaymiz. Endi bizga qanday tushishlik juda ham katta muammo bo'lib turmoqda. Azizlar. Mana ustimizda yomg'ir yog'ishni boshladi. Borda istedek. Juda kuchli nima jo'shi. Ha, hozir asta kirsin. Sho'rlar edi. Mana tog'ning tepasiga ham chiqib oldik. O'sha chiqayotgan turgan tog'imiz tepasiga. Qolgan boshqa yo'lda davom ettira olmadik. Nariga qor bor joyga chiqmoqchi edik. Chiqa olmadik. Guli qoqchi. Mazza joylar ekan, lekin Nozim aka. O'ta go'zal. Go'zal. Faqat suv olinglar. Keyingi safar chiqib turib suv olinglar, suv. Sadog'ga kirgan Emro. Men aytma yo, $1,000,000 metamdan Chiqdik mana oxiri. Tog'ni Zabt etdik. zabt etildi tog'da ichi. 100 dan 80'ini. Mana endi qor bor ekan. Hech
Men dakta bırakırsın. 이제 알로카로 다 신세대. Çakmak zada gibi bak. 네. 샤시리 폭다스기도. الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Gülseyit mi? Anko. Bahsinde bas. aylantirib qo'ying buni. Bu tomondan ha? Aylanib chiqamizda keyin. Aka borsaga tutsak bo'ldi. Pastga olib tushadi Babur. Nima qilaylik? Mana borsa aylanib o'tishimiz kerak yo tushishimiz kerak, Dakarga ketish kerak. O alaqada tutaymi? Va aloqada bu aynı mi yapıyor? Evet. Yine bir hava yetmesi. Seyitcan. Toqqa chiqqanda mana shu sariq gullarga aslo tega ko'rmanglar. Bunga ko'pchilikda allergiyasi bor ekan. Sherigimizni mana ertasiga qo'llariga suv to'planib ishib qoldi. Ekskursiyamiz o'z ekskursiyasini tugatyapti. Ayog'i yo'limizdan chiqmadi afsuski. Og'alar manzarani tomosha qilayotib sizlarga zo'r qo'shiq xayolimga keldi. Mana shuni qo'yib beraman. Eshitib o'zingiz mazza qilib manzarani tomosha qilib o'tirasiz. Ha. Hamma dardni olaveradi. Sengacha ham bu dunyo bo'lgan, bo'lmasang ham bo'laveradi. Ko'zi quyosh, yuzlari oyli, daryo bo'lgin, anhorli soyli. Qalbing kerak, o'zing chiroyli, bo'lmasang ham bo'laveradi. Bo'laveradi, bo'laveradi, bo'lmasang ham bo'laveradi. O'ldiraman desa Xudoyim, bo'lmasang ham bo'laveradi. Qani
emasdir uyda, eshitganmiz ko'chada kuyda, birov hurmat qilmagan to'yda, o'lmasang ham bo'laveradi. Dushmanlarim to'lganing yaxshi, avvalambor bo'lganing yaxshi, bu kuningdan o'lganing yaxshi, o'lmasang ham bo'laveradi, 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 o'lmasang ham bo'laveradi. O'ldiraman desa Xudoyim, o'lmasang ham bo'laveradi. Dushmanlarim to'lganing yaxshi, avvalambor bo'lganing yaxshi, bu kuningdan o'lganing yaxshi, o'lmasang ham bo'laveradi. Azam ushbu shirin duoyim, bo'lganligim bo'ldi xatoyim, o'ldiraman desa Xudoyim, o'lmasang ham bo'laveradi. Bo'laveradi, bo'laveradi, o'lmasang ham bo'laveradi. O'ldiraman desa Xudoyim, o'lmasang ham bo'laveradi. Bo'laveradi, bo'laveradi, o'lmasang ham bo'laveradi. O'ldiraman desa Xudoyim, o'lmasang ham bo'laveradi. Og'alar, mana safarimizni yakuni ham yetdi. Tog'ni u tomonidan chiqib, bu tomonidan qaytib, orqasi bilan tushyapmiz. Mana shu irmoq bo'ylab mis ko'chkilarini ustidan yurib ehtiyot bo'lib ketyapmiz. Xudoga shukr, hech qanaqa xavf xatar sezmadik. Mana mis ko'chkilari tepasida yuribmiz, ehtiyot bo'lib, qattiq joylardan yuryapmiz. Hech gap emas tushib ketishingiz. Shunaqa qilib safarimiz tugadi, Ertoshsoy safarimiz tugadi. Hammalaringga rahmat. Zerikib qolmadilaring degan umiddaman. Kelishlaringni tavsiya beraman albatta.